Xayrli kech, doktor Zakir. Sizni shaxsan ko'rganimdan juda xursandman. Men o'qituvchiman. Men shu yerning universitetida dars beraman. Va mening savolim Xudoning mavjudligi haqida. Men musulmon ham, nasroniy ham emasman va kechirasiz, men hech qanday Xudoga ishonmayman. Muqaddas kitoblarga ham, Qur'on kitobiga ham ishonmayman. Bilasizmi, o'qituvchi sifatida men talabalar uchun imtihonlar va tekshiruvlar o'tkazaman. Chunki men insonman, men juda cheklangan bilimga egaman. Biroq men ko'rgan YouTube'dagi videolaringiz menga juda yoqdi. Siz Xudo sinovlar va imtihonlar ham o'tkazishni aytdingiz. Shuning uchun agar siz Xudoni ustoz deb hisoblasangiz va biz talabalar kabi imtihon topshiradigan bo'lsak, men o'zimni yaxshi his qilmayapman. Chunki biz insonlar insoniyat